Xitoyda soch oldirish necha pulga tushadi? Videoni oxirigacha ko'ring va bizga necha pulga tushganligini ko'rasiz. Qani ketdik. Yes man. Bratlar bo'lib qolgan. Xullas, bu yoqqa soch oldirish kelganda birinchi qadam o'zingizga sartarosh talashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni xohlaganinglarni birinchi marta kelib ko'rsanglar bo'ladi. Lekin qiziq taraflardan biri, ya'ni soch yuvish jarayoni. Soch yuvish jarayoni aytishlar bo'ladi. Kim ayol kishi erkak kishi sochini, ya'ni yuvish uchun biz aytamiz, albatta bizga erkak kishi kerak. Band ekan. Mana shu brat bizga sochimizni yuvib boshlaydi, okay? Kursimiz boshlayaptilar. Qani ketdik. Xo'p, jarayon ketyapti. Hozir ularga aytamiz. 你磨的时候，你不要用指甲，就用这里好不好啊？支付，OK。Plus massaj qilayotganda tirnoqlarni ishlatmagan, yumshoq joylarni ishlatgan deyapman-da. Endi o'zimizga yoqqan joy jarayon etyapmiz. Qiyla, ketdi qani. O'tiramiz, endi o'zimizni stilimizni tushuntiramiz va rasmni ko'rsatamiz. Bemalol ketaveramiz. Imzo bo'ldik, alhamdulillah. Quritamiz uni. Xo'p, mana shu butun jarayon 58 yuan bo'ldi. Har bir shaharda har xil narxlar, lekin taxminan 50-60 yuan olsangiz ham bo'ladi. Bu 8-9 dollar atrofida. Lekin menga o'xshab abonement olsangiz 1 yilga 5 dollar bo'lar ekan. 1 yil abonement olsangiz, 1 yil abonement xullas shotingizga pul tashab qo'yasiz, 10-15 tishga yetadi va shu 5-6 dollardan yechib oladi. Bo'ldi. Vlogimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Assalomu alaykum.